Revmatizm bilan kasallangan bemorlarning ikki xil turi bor. Birinchisi streptokok, ya'ni shu infeksiyaga bog'liq bo'ladi ko'proq. Ikkinchi kuzatiladigan holatimiz bor. Bu bo'g'im shikastlanishi, mushaklarda holsizlik, harakat cheklanishi, havo o'zgarganda issiq sovuqqa organizm o'zgaruvchan bo'lib qoladi. Agar sizda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, hozir sizga ikkita oddiy usulini ko'rsataman. Bu sizni ancha og'riqlaringizni kamaytirib, taningizni mustahkam ushlashga yordam beradi. Birinchisi bu albatta to'g'ri ovqatlanish. Chunki har bir yeb ichishimiz, ichimizga kirgan har bir mahsulot noto'g'ri, nojo'ya ta'sir o'tkazishi mumkin. Bunda infeksiya, virus, bakteriya yoki boshqa bir parazitlar tushishi mumkin. Buni orqasida revmatizmda kuchayishlar alomatlari bo'ladi. Ikkinchisi, bu juda ham oson, hammamiz bilgan, ortiqcha pul sarflamaydigan, ya'ni oddiy bizni kundalik davomida yurishimiz. 30 daqiqa kamida odam yurib turish kerak. Agar shulardan keyin ham kuchli og'riqlaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni organizmingiz orqali mushaklar asnosida dori-darmonlarsiz bunga oddiy yechim beramiz. Agar sizda ham yuqoridagi muammolar bezovta qiladigan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin.